Pensiya oluvchilar diqqatiga. Barcha ogoh bo'lsin. Pensiya berish bekor qilinishi haqida taklif ilgari surildi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Siz Atlas TV kanaldasiz. Kanalimizga obuna bo'lishni, videoga like bosishni va o'z fikringizni izohlarda qoldirishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Endi esa e'tiboringizni bugungi eng muhim xabarga qaratamiz. Rossiyada fuqaroligi bo'lmagan va migrant shaxslar uchun pensiya to'lovlarini bekor qilish taklifi ilgari surildi. Bu tashabbusni mamlakatdagi Liberal Demokratik partiya taqdim etgan. Partiya vakillarining fikricha, Rossiya byudjeti avvalo o'z fuqarolarini qo'llab-quvvatlashi kerak. Shu sababli ular chet ellik migrantlar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun ijtimoiy pensiyani to'xtatish taklifini kiritgan. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, bu qaror qabul qilinsa, Rossiyada yillar davomida mehnat qilib kelgan minglab migrantlar, jumladan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan borgan ishchilar ham pensiya olish huquqidan mahrum bo'lishlari mumkin. Ammo hozircha bu faqat taklif darajasida. Qonun hali rasman tasdiqlangani yo'q. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda bu masala katta rezonans keltirib chiqargan. Biz esa bu mavzuni diqqat bilan kuzatib boramiz. Yangiliklar chiqishi bilan sizga birinchi bo'lib bizning kanalda yetkazamiz.